Nima uchun hozirgi kunda baliq trendga aylanib ketyapti? Kimdir qo'rqitmoqchi emasmiz, lekin shunga tayyor bo'lib kirish kerak. Minimum qancha summadan boshlasa bo'ladi? Eng kamida qanday maydonda boshlasa, ya'ni ketkazgan umriga, vaqtiga arziydi. 15 million ketadi. Yangi fermer hech narsadan xabari yo'q, biznes boshlamoqchi bo'lgan inson nimadan boshlashi kerak? Baliqchini o'zini qo'lida. Boshlovchilarga birinchi maslahat Bu sohani ichiga kirishdan oldin pulni shunchaki suvga sochish bilan barobar. Ko'pchilik nutritsiologlar ham odamlarga baliq tavsiya qilishyapti. Aynan qanaqa jihati borki, hozir bu darajaga chiqyapti? boshlovchi shuni o'ylash kerak. Qandoq baliq qilaman? Qancha vaqt bor unda? 30 million foydamiz. Endi qancha vaqt ichida bu narsani qilamiz degan savol ham bor. O'zini yerida yetishtirishsiz bu qanchalik hozir samarali bo'lyapti? Chet ellarda misol uchun 10%, 15% foydaga rozi. Podkastimizni boshlash uchun mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi mehmonimiz Mullabayev Nodirbek, Toshkent davlat agrar universiteti zooinjineriya fakulteti baliqchilik yo'nalishida dotsent, amaliy mutaxassis va qafas baliq xo'jaligiga ega. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat agrar universiteti dotsentiman. Baliqchilik yo'nalishi bo'yicha talabalarga dars o'tamiz va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun amalda ham o'zimiz xo'jalikka ega o'sha yerda amaliyotda ko'rsatib bevosita talabalarga ma'lumot beramiz. Ikkinchi mehmonimiz Dilshod Abduvohidov, Akvacentr maslahat markazining rahbari, sovuq suv baliqchiligi bo'yicha amaliy mutaxassis. Biz 7 yildan oshiq sovuq suv baliqchiligi bo'yicha xizmat ko'rsatib kelamiz. Bilimlar bilan bo'lishamiz va bizning markazimiz aynan sovuq suv baliqchiligini O'zbekistonda rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Shu yil davomida bir nechta katta loyihalarni amalga oshiryapmiz. Shu bilan birgalikda yangi baliqchilikka ham shu ko'nikmalar berib kelyapmiz. Endi sovuq suv baliqchiligi deganimizda bu forel, osyotor yo'nalishlari. Va so'nggi mehmonimiz Elyorjon Sodiqov, baliqchilik fermer xo'jaligi rahbari, BDK Feed kompaniyasi menejeri va baliq ozuqasi bo'yicha mutaxassis. Bu baliqchilik sohasida 10 yildan buyon xizmat ko'rsatib kelamiz. BDK Feed kompaniyasida 4 yildan buyon baliqchilarga xizmat qilib kelyapmiz. Asosan shu balanslashgan baliq ozuqalarini ishlab chiqarib, o'zimizning sof milliy mahsulot baliqchilarga qo'ldan kelgancha ko'mak berib kelyapmiz. Bundan tashqari o'zimizning bir nechta viloyatlarda baliqchilik xo'jaliklarimiz mavjud. Ya'ni amalda ham o'zimiz ishlab chiqargan yemlarni o'zimizning xo'jaliklarimizda natijalarini ko'rib, o'zimiz olgan natijalardan keyin baliqchilarga shu natijalar bo'yicha yemlarimizni taklif qilamiz. Bundan tashqari bizda konsalting xizmatlari ham bor. Ya'ni o'sha baliq kasalliklar bo'yicha ilmiy markazlari jalb qilgan holatda baliqchilar bilan hamkorlik ishlab kelamiz. Rahmat kattakon, xush kelibsizlar studiyamizga. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Podkastimizni boshlasak, birinchi savolim, nima uchun hozirgi kunda baliq trendga aylanib ketyapti? Ko'pchilik nutritsiologlar ham odamlarga baliq tavsiya qilishyapti. Aynan qanaqa jihati borki, hozir bu darajaga chiqyapti? Umuman bir tarixga nazar soladigan joy keldi shu yerda. Masalan, oldin butun yer yuzini suvda, masalan, 3dan 2 qismini suv egallagan. Hamma dengiz mahsulotlari, baliqlar hammasi dengiz okeanlardan olib kelingan. Quruqlikdagi aholiga yetib kelgan shu. Yetarli bo'lgan. Mana hozir maksimal ovlanish nuqtasiga yetib bo'ldi okeanlarda. Bu yerda aholi soni oshdi. O'sha ovlanayotgan baliq hajmi o'sha aholiga yetishi o'sha maksimal nuqtasiga yetib bo'ldi. Bundan ko'tarish imkoniyati yo'q. Okeandan maksimal nuqtaga yetib bo'ldi. Endi hamma e'tibor ichki suv havzalariga e'tibor berilyapti. Endi baliq ovlash emas, akvakultura, baliq yetishtirishga. Shundan kelib chiqib, mana endi baliq yetishtirishni ahamiyati oshib ketdi. Endi O'zbekiston oldin ittifoqqa kirgan-ku, Sovet ittifoqi. U paytda endi bitta katta davlat bo'lgan, chetdan kirib kelgan, hamma okeandan baliqlar import bo'lgan. Mustaqil bo'lgandan keyin bu narsalar endi qimmatga tushib boshladi. Eksport, import masalalari baliq o'zidan tan narxini oshib ketish boshladi. O'zbekistonda katta bitta dolzarb masala turibdi. Endi hamma o'sha baliqga bo'lgan mahsulotlar ehtiyoj o'zimizning ichki imkoniyatlardan qondirilsin. Ana shu yerdan boshlab endi o'zimizning ichki resurslarni qidirish, shunga e'tibor berish boshladi. O'zi meditsina me'yorlari bo'yicha o'sha masalani oldin me'yorda oziqlangan bo'lsa, aholi masalan 60-yillarga 10 kilodan to'g'ri kelgan. Har bir kishi boshiga yer yuzi aholisiga. 20-yillarga kelib umumiy hisoblaganda o'rtacha 20 kilodan to'g'ri kelyapti. O'zbekistonni hisoblaydigan bo'lsak, hozir 5-6 kiloga to'g'ri kelyapti. Bu yerda
baliq mahsulotlarini defitsit ko'rinib turibdi, yetishmovchiligi. Demak, o'sha talabga yetib olishimiz uchun yana ko'p 450 ming tonna qo'shimcha baliq yetishtirishimiz kerak. Statistika bo'yicha-da, masalan, o'sha normaga yetib olish uchun. Mana shundan keyin boshlanib ketdi, demak, baliq mahsulotlariga e'tibor. Birinchi navbatda mana boshqa mahsulotlarga qaraganda baliqni afzallik tomonlari. Nimaga davlat shu baliqqa e'tibor berdi? Strategik mahsulot sifatida belgilab qo'yildi. Davlat miqyosida baliq mahsulotlarini strategik. Nimaga? Chunki baliq mahsulotlarini iste'mol qilmasa, birinchidan baliq go'shtidagi omega 3 yog' kislotalari bor. Undan hosil bo'ladigan hosilalari bor. Hosil bo'lgan hosilalar nimaga kerak? Yegandan keyin masalan baliq go'shtini. Birinchidan o'sha omega 3 dan hosil bo'ladigan ikkita mahsulot bor. Bu yerda APA, DHA degan ikkita mahsulot. Yog' kislotalar paydo bo'ladi. U yog' kislotalar organizmga kirgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri qonni ivishini sekinlashtiradi. Yangi trombositlarning yopishqoqligini kamaytirib yuboradi. Bu yerda qonni quyuqlashishi, to'g'ri? Demak, bu yurak qon tizimiga ta'sir qiladi. Undan tashqari tomirlarning elastikligini kuchaytiradi. Undan tashqari nerv impulslarini uzatilishda, nerv hujayralarini bir-biriga uzatishda o'sha mahsulot, o'sha modda yetib boradi. Bu yerda miya rivojlanishi. Demak, qaraymizki, dunyo bo'yicha rivojlangan mamlakatlarda rivojlanib ketyapti, intellektual jihatdan. Mana shu mahsulotlar yetarli bo'lganda, butun dunyoda yetarli bo'lyapti. Aqliy rivojlanish ham yaxshi ketyapti. Oldinda. Davlat qaryapti. Baliq mahsulotlarini ko'paytirish kerak. Bu mana sog'liqqa, yurak qon tomir tizimida, aqliy rivojlanishda endi yana ko'p jihatlari bor. Asosiylarini aytayman-da. Demak, shu bilan ta'minlab qo'ysak, aholi yosh o'sib ketayotgan avlodga shu aqliy jihatdan rivojlanishga ta'sir qiladi. O'sha nerv impulslarning uzatilishi, miya ishlashi yaxshi rivojlanadi. Masalan, homiladorlarga tavsiya qilinadi. Ko'p jihatlari bor. Shu jihatdan strategikligi belgilab berildi o'zi. Shu mahsulotda demak meditsina me'yoriga yetib olish kerak. O'zimizni ichki hazalarimizga hisoblab chiqish mana o'zbek baliq sanoati tashkil qilindi 2017-yilda. Shundan boshlanib ketdi. Hammasini hisobini olish, qancha baliq yetishtirish mumkin, buning uchun qancha suv resurslarimiz bor, buni hisobga olish kerak. O'sha nima uchun hozir trendga aylanyapti? Shu haqida o'zingizning fikringiz. Albatta, Nodir aka juda ma'noli, o'rinli ma'lumotlarni berdilar. Baliqda va boshqa mahsulotlarda bo'lgani kabi oqsil moddasi bor. Lekin baliqdagi oqsil moddasi bu yengil hazm qiluvchan modda. Shu uchun undagi o'sha oqsil bizga o'sha aytganlaridek yurak uchun, miya uchun, faoliyati uchun juda muhim hisoblanadi. Fosforlarimiz ko'z uchun juda muhim hisoblanadi. Va tabiiyki dietologlar, nutritsiologlar bular hammasi parhez taom tayyorlash vaqtida aynan baliqqa e'tibor berishadi. Va bu albatta shu nuqtai nazardan juda muhim hisoblanadi. Yuqorida Rashid akam, Nodir akamda chiroyli gaplar gapirishdi. Men amaliy jihatdan o'zimizni millatimizdan kelib chiqqan holatda bir narsani aytmoqchi edimki, biz o'zbek xalqi baliqning foydali xususiyatini qanchadir bilib, qanchadir bilmasa iste'mol etgan bo'lishi mumkin. Lekin biz o'zbeklarda shunday bir odat borki, asosiy bizda birinchi masala ta'm masalasi. Baliq go'shti bilasiz, juda ayniqsa biz mana shu issiq suv baliqlari, ayniqsa sazan balig'i juda mazali bo'ladi. Buni nafaqat o'zbeklar, balki chet eldan kelgan mehmonlar ham buni tasdiqlaydi. Men ham juda ko'p chet ellik mehmonlar bilan birgalikda suhbat bo'lgan. Shuni o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. Ya'ni O'zbekistonda yetishtirilgan sazanlar, ya'ni issiq suvda yetishtirilgan baliqlarni mazasi o'zgacha. Xalqimiz shuning uchun hozirgi kunda bu baliq go'shtini nima bilan iste'mol qilishyapti? Mazasi yaxshi bo'lgani uchun o'ziga o'rgatdi. Ya'ni yaxshi baliq yegan odam yana takroran shu baliqni yegisi keladi. Shu bugungi kelib trendga chiqishining asosiy sabablaridan biri, men umumiy aytaman, faqat biz O'zbekistonda faqatgina yem ishlab chiqaruvchi emasmiz. Yem olib kiruvchilar bor, ishlab chiqaruvchilar bor. Yaqin 5 yilgacha O'zbekistonda baliqlar balanslashgan yemlar bilan boqilmas edi. Yaqin 5 yilgacha. 2020-yildan u yog'ida asosan o'sha eski sistemada, ya'ni bug'doy berishib yoki o'zlari topgan shu donlar bilan boqishardi. Tabiiyki u baliq yog'li bo'lardi. Yog'li bo'lgan baliqda ozmos odamni yaxshi ta'm qoldirmaydigan ozgina bir ko'lli hidlarni o'zi saqlab qoladi. Chunki yog' har qanday hidni o'ziga oladi. Bilamiz, ko'lda zax hidlari, yer hidlari bor. Yog'lagan baliqda bu hidlar естественно tabiiy holatda bo'ladi.
Shuning uchun u darajada baliq bir sevib iste'mol qilinmasdi. E'tibor bersangiz, mana oxirgi 5 yillikda men ishonch bilan ayta olaman. Odamlar aynan shu sazan balig'ini mazasini bilgandan keyin, ya'ni shu balandlashgan yerlarda boqilishi boshlangandan keyin baliq iste'moli keskin oshib ketdi. Va buni targ'iboti ham bo'lyapti, chunki tadbirkorlik rivojlanyapti, ko'p restoranlar ochildi. Hozir har bir milliy taomlarga kirsangiz ham albatta menusida uje baliq bor. Bu tabiiy holatda baliqni iste'molini oshiradi. Asosiy sabablardan biri men o'ylayman shu baliq mazasini boyitilgani deb bilaman. Shuni hisobiga ham bizning millat shu shirin narsalarga o'ch bo'lgani uchun go'shtga, baliqqa, shunaqa shirin anaqaga juda baraligi oshpaz xalq bo'lgani uchun o'ylaymanki, shuni hisobiga ham ancha baliq iste'moli ko'tariladi. Haqiqatan ham juda to'g'ri gapiryapsiz Elyor aka. Mana oxirgi 5 yil, 7 yil ichida agar e'tibor beradigan bo'lsak, aynan biz baliqchilik sohasida shug'ullanayotgan paytlarimizda bizning yo'nalishimiz suv baliqchiligi bo'lgani uchun forelni, ya'ni xom baliqni ommalashishi nuqtai nazardan juda keskin o'zgarishlar ham bo'lib kelyapti va oldingi paytlarda agar faqat sanalgan restoranlarda bu mahsulotlarni olish mumkin bo'ladigan bo'lsa, odam aholini bu mahsulotni sotib olishga bo'lgan imkoniyatlari chegaralangan bo'lgan taqdirda, mana hozirda ko'radigan bo'lsak, oddiy kafelarga ham kiradigan bo'lsangiz, misol uchun coffee shop deymiz yoki kofe ichadigan joylar bo'ladigan bo'lsa ham, u yerni o'zida уже menyularni o'zida har xil buterbrodlar qilishadi, aynan losos balig'i deydi yoki forel balig'idan qilingan, dudlangan yoki yengil tuzlangan turlardan bo'lishi mumkin. Bular hammasi mana shu ommalashib ketishini oqibatida deb o'ylayman va bu narsani haqiqatan yaqqol ko'ryapmiz. Ya'ni odamlarga xalq rivojlanyapti, daromadi ham oshyapti, shuni hisobidan iste'mol ham shunga yarasha oshib boryapti. Va menimcha bu bilan birgalikda go'shtga endi bo'lgan narxlar ham keskin o'zgarish yoki unga talablar bilan hammasi hamohang menimcha chambarchas bog'liq. Aholini sonini oshishi, keyin sog'liqqa ko'proq e'tibor berilishi, oldingi paytlarga nisbatan hozir yana ham qattiqroq e'tibor berilishi, bular hammasi o'sha ko'pchilikni o'sha baliq iste'mol qilishimiz kerak, haftada bir marta yoki haftada 2 marta imkon qadar iste'mol qilishimiz kerak degan masalalar ko'tarilib boryapti va bu albatta iste'molni oshirib, shu bilan birgalikda yetishtirishga bo'lgan talabini ham yuqorilayapti. Mavzuyimiz o'zi baliq yetishtirish, undan daromad olishida yangi fermer, hech narsadan xabari yo'q, biznes boshlamoqchi bo'lgan inson nimadan boshlashi kerak? Demak, boshlovchilarga birinchi maslahat o'sha baliq to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. O'sha ma'lumotni o'rganib chiqib, keyin yon atrofdagi mahalla, tumandagi qanaqa sharoitlar bor, uni o'rganib chiqish kerak. Masalan, yonidan bitta soy o'tgan bo'lishi mumkin. Demak, baliq bo'yicha ma'lumotga ega bo'lgandan keyin shu soyda qanaqa baliq o'stirsa bo'ladi, uni ko'rib turib uni o'rganadi. Keyin qanaqa texnologiyalari bor, uni qiziqib ko'rish kerak. Shuni oqibatda keyin sponsor topadi. O'zida mablag' yetarli bo'lmasa, sponsor topib o'shani maslahatlashadi. Albatta bu yerda shu o'zidagi ma'lumotlar bilan birga mutaxassisga murojaat qiladi. Mutaxassis yordamida shu ishni boshlash mumkin. Endi hozir oxirgi yillarda eng qulay bo'lgan baliq turlarimiz kirib kelgan. Masalan, Afrika laqqasi. Ko'pchilik masalan xonadonlarda ham yetishtirib ko'rdi. Masalan, buni haqiqatan qulaylik tomonlarini ko'rsatdi bu baliq. Birinchidan kislorodga talabchan emasligi, havodan nafas olishi. Oddiy hovlisini o'rtasiga bitta basseyn qo'yib, kuniga bir marta suv almashtirsa ham yetishtirsa bo'lishini ko'rdi. Ko'pchilik ko'rdi, xabari bor bundan. Samarali. Lekin bu bilan to'xtab qolish kerak emas. Bu endi eng arzon baliqda. Daromadi ham kamroq shunga yarasha. Endi keyingi etapda mana karp baliqlarimiz bor. Bunga sal e'tibor kuchliroq bo'ladi. Bunga endi hovuz kattaroq kerak bo'ladi yoki intensiv boqaman desa, xuddi o'sha basseynni o'zida ham boqsa bo'ladi. Kislorodga talabi kuchli bo'lgani uchun suv almashinuvi kuchaytiriladi. Yemga alohida e'tibor beriladi. Chunki intensiv tizimda endi yem bilan bevosita bog'liq bu. Yem qanchalik sifatli yaxshi bo'lsa, shuncha mahsulot ko'p qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi maslahat umuman baliq to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Baliq yetishtirib bo'lgandan keyin endi qanaqa qilib uni realizatsiya qilish, marketing qilish, bu sohasiga endi yana o'rganish kerak. Baliq yetishtirish alohida soha, uni sotaman desa yana alohida soha.
Shuning uchun bunda ham murojaat qiladi mutaxassislarga. Mutaxassislarga. Qo'shimcha qilardim Nodir akam gaplariga. Aynan bu sohaga kirishdan oldin oxiridan boshlagan ma'qulroq, ya'ni savdodan boshlagan. Nima mahsulotlar, qaysi baliq turlari o'zi savdogir. Bozorni o'rganish. Bozor albatta, bozorni birinchi navbatda o'rganish kerak. Qaysi narxda sotish mumkin, qancha foyda qilishi mumkin, объем, ya'ni hajmi jihatidan qancha miqdorda sotish mumkin bu baliq turlarini va shu bozorni o'rgangan holda o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqib, o'zingizni regioningizdan kelib chiqqan holda o'sha qaysi baliq turiga sizga moslashish mumkinligini ko'rish mumkin. Aynan bu uchun mutaxassislarga murojaat qilsa bo'ladi. Bizning mana markazimiz ochiq, beminnat, bepul xizmatlar ko'rsatadi. Aynan shuni orqasidan, ya'ni maqsadimiz baliqchilikni rivojlantirish. Shu uchun biz bepul maslahatlarni beramiz, o'rgatamiz, yo'nalish beramiz. Baliqchini qolgani o'sha baliqchini o'zini qo'lida. Shu sohaga kirmoqchi yoki bu sohaga kirishda qiynaladigan joylar bo'ladigan bo'lsa, hamma ochiq va yopiq joylarni ko'rsatib berishimiz mumkin. Chunki yangi joyga kirayotganda har xil holat bo'ladi-da, euforiya holati bo'ladi. Misol uchun, "Vau, zo'r ekan, 500 tonna sotibdi, 1000 tonna sotibdi yoki 10 tonna sotibdi va yangi mashina sotib olibdi yoki yangi jihozlar qilibdi. Chet ellarga sayohatlarga ketyapti ekan, hammasi baliq orqasida." Lekin bular hammasi nima deydi, motivatsiyani katta kuchaytirib, lekin uni orqasida qanchalik qiyinchiliklar borligini esdan chiqarib qo'yish mumkin-da. Baliq haqiqatan foydali. Uni yetishtirish bu juda barakali narsa, lekin buni orqasida juda katta mashaqqatli ishlar yotadi. Bunga alohida e'tibor berish kerak va bu uchun biz paytimizda maslahatlar bo'lmasdi. Biz boshimizni devorga urardik har safarda. Kitoblarni o'qib, chet eldan mutaxassislarni jalb qilib, yollab, xarajat qilib, o'zimiz xatolardan o'tib endi shu xatolarni boshqalar ham qilmasin degan maqsadda shu markazimizni ochganmiz. Shu sababli mana katta mutaxassislar hozirgi shu 5-10 yil ichida juda ko'p mutaxassislar rivojlanib kelyapti va bular hammasi o'sha xalqimizning xizmatiga o'zini kuchini sarflayapti. Ma'lumot bor. Albatta. Yuqorida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Men endi biz ko'ruvchilarga, tomoshabinlarga shuni aytmoqchi edimki, bu sohani ichiga kirishdan oldin avvalo bir ustozning boshini ushlash kerak bo'ladi. Bir ustoz ushlamasa, baribir kerak. Bu baliqchilikda shunday narsaki, baliq ilmsiz kirsa bu pulni suvga sochishdek gapda. Bilmasdan nimadir qiladi, ya'ni o'ylaydi shu baliqga suvda ostida yemi tashlab qo'ysak o'zi o'sadi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Juda bir nozik soha. Baliq odatda o'zi och qolsa yoki bir gapirmaydi, boshqa qilmaydi. U bilan gaplashishni bilish kerak o'zi aslida. Bu juda ham bir tilini o'rganish kerak. Tilini o'rganish kerak albatta, lekin gapirmaydi, uni tushunish kerak. Baliqchilik bu juda ham bir, men aytayin, bu qo'rqitish emas, aslida bu juda riskovli ish. Suvda ostida nima bo'layotganini tushunmaysiz, tepada bo'lsa ko'rib turishingiz mumkin. Mana tovuqchilik ham juda bir mashaqqatli soha. Men baliqchilikni undan mashaqqatli deb bilaman. Boya aytgandek, suv ostida nima bo'layotganini jarayonda kuzatib borishingiz kerak. Va baliqchilik boshlamoqchi bo'lganlarga maslahatimiz, endi o'zimiz bu narsadan o'tdik. Dirshik ham aytgandek, boshida sohada ilmsiz kirganmiz. Qo'rqmay ayta olamiz, 5 yilmikan daromad olmaganmiz baliqchilikda. 5 yil xarajat qildik. Sababi ilmsizlik. Shu o'rinda bir ustozimiz rahmatli eslab ketaman. Dirshot aka Samarqandda baliq al-Said firma xo'jaligi rahbari. Mana shu odam O'zbekistonda baliqchilikda, ayniqsa mana shu karpchilik yo'nalishi bo'yicha rivojlanishga juda katta hissa qo'shgan. O'sha paytda Telegram gruppalar ochib, bepul darslar tashkillashtirib, juda ko'p baliqchilarni bankrotlik yo'lidan olib ketgan odam bo'ladi. Rahmatli, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Juda ko'p baliqchilik sohasida shu odamning hissasi singdi va bizga shu odam yordam bo'ldi. Bizga o'xshagan bir nechta baliqchilarga men 20-yilgacha aytaman, juda ko'p baliqchiliklar bankrot sohasiga kelib qolgandi-da. Mana o'sha rahmatli yordamlari bilan shuni davom ettirib ketdik biz to'g'rirog'i. Shu odamdan olgan ilmimiz bilan undan keyin mana mutaxassislar yetishdi. Shu yoshlarga maslahatimiz, yo borib baliqchilik xo'jaliklarida kerak bo'lsa ishchi bo'lib ishlasin, sohani o'rgansin, ana undan keyin har qanday kapitalni tiksa bo'ladi. Baliqchilik sohani bilmasdan bu kapital kirgizdirish, oddiyroq aytganda, pulni shunchaki suvga sochish bilan barobar. O'zi har bir sohada ham ilmsiz menimcha rivoji yo'q.
To'g'ri. O'zi baliq yetishtirishda qanaqa usullar bor? Hozirgi kunda qanaqa usullar yaxshi ishlayapti yoki ishlamayapti? Bugungi kunda akvakultura ancha rivojlanib ketdi. Dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak, masalan, ekstensivdan tortib yuqori intensiv tizimlari bor. Endi O'zbekistonda masalan azaldan ekstensiv hovuz baliqchiligi yaxshi rivojlangan. Hovuz baliqchiligi bo'yicha o'sha oldin ham O'zbekiston birinchi o'rinlarda turgan. Hovuz baliqchiligi bo'yicha baliqchilarimiz ancha yaxshi natijalarga erishgan. Lekin endi talab shunaqa. Shu hovuzdan olayotgan mahsulotni 100 barobar ko'paytirishimiz kerak. Boshqa suv resurslarimiz yo'q. Bor suv resurslaridan oqilona foydalanib, baliq mahsulotlarini ko'tarish kerak. Buning uchun endi intensiv tizimlarga murojaat qilinadi. Intensiv tizim shu bor hovuzlarni 100 karra ko'paytirib, baliq sonini yem bilan boqib hosil olinadi. Demak, hozirgi tizimimiz hovuz xo'jaligi katta suv maydonlarida kamroq baliq tashlab yetishtirilyapti. Intensiv tizimlari bor. Intensiv tizimni o'zi bir necha qismlarga bo'linadi yana. Masalan, qafas baliqchiligi, suvni qayta taqsimlash tizimi, keyin yana bioflok yana kirib keldi. Keyin aquamimikry degani bor, u ham kirib kelyapti. Shunaqa tizimlari bor. Endi biz sekin intensiv tizimga qarab yo'nalish oldik. Yo'nalishimiz o'sha o'zimizdagi bor suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida. Bu ekstensiv tizim ham yaxshi ishlab kelyapti, yuqori natijaga erishganmiz, lekin talab shunaqa. Endi aholimizni o'zimiz baliq bilan ta'minlashimiz uchun bor suv havzasidan o'sha yetarli darajada yetkazib berishimiz kerak. Buni imkoniyati bormi? Bor. O'sha intensiv akvakultura bunga imkon beradi. Endi ilmini o'rganib, yem, suv aylanishi, suv parametrlari, baliq turlari bo'yicha to'g'ri tanlansa, o'sha maqsadga erishsa bo'ladi. Albatta, havza yetishtirish ekstensiv usullar bizda endi issiq kunlarimiz juda ko'p bo'lgani uchun issiq suv baliqlariga qattiq e'tibor beriladi bu sohada. Hovuzchilik yo'nalishi bu eng katta yo'nalishlarimizdan. Undan tashqari mana suv omborlarimiz bor. O'sha aytganlaridek qafas tizimlarga o'tish, intensivlashtirish, yer osti suvlari bor. Ulardan oqilona foydalangan holda, ya'ni hozir juda aktiv ketyapti xonadonlarda baliq yetishtirish, ya'ni tom orqasida bitta, ikkita baseyn qo'ygan holda yer tagidan suv olgan holda o'sha joy o'zida baliq yetishtirish. Yer tagidan biz bilamizki, o'rta me'yorda 15, 16, 17 gradusli harorat bo'ladi. Bunda o'zi siz sovuq suv baliqchiligiga ko'proq ketasiz. Lekin shunga yarasha o'zini qiyinchiliklari bor. Bular hammasi birinchi navbatda bizni iqlim jihatidan qiyin sharoitda bo'lganimiz uchun suvga bo'lgan talab juda yuqori bo'lishi kerak. Shu sababli aynan tizim tanlayotganda aynan sharoitdan kelib chiqqan holda bajarilishi juda muhim hisoblanadi. O'zini tom orqasida, o'zini yerida yetishtirishingiz bu qanchalik hozir samarali bo'lyapti? Samarali jihati bor. Yillar davomida har xil qiyinchiliklardan o'tib kelingan. Bularga har xil dasturlar ham mo'ljallangan, davlat tarafidan qanaqa kreditlar ham ajratilgan. Lekin baliqchilik albatta bilimsiz qilish qiyin-da bu narsani. Shu sababli yer tavakkal qilib bo'lmaydi. Unisida mutaxassislar ham boshqasi ham bo'lishi mumkin, yordam berib, lekin qiyin jihatlari juda ko'p. Avvalambor shu aytganimdek, hammasi nima deydi, savdoga ham borib taqaladi. Ya'ni mahsulotingizni yetishtirganingizdan keyin sizga bu baliq qancha tannarxga o'tiryapti. Qancha vaqtingiz ketyapti shu narsani yetishtirish uchun. O'zini etaplari mavjud. Siz ya'ni chovoq sotib olib turib qanaqadir tovarni etapgacha ham yetishtirasizmi? Yoki o'sha kattaroq baliq olib turib, misol uchun 2 kilolik, 3 kilolik qilib yetishtirasizmi? Bularni hammasini kalkulyatsiyalarini qilib chiqish kerak va shu bilan birgalikda qilingan xarajat ham bor-da. Chunki baliqni tashlaganingizdan keyin uni 1 yil boqasizmi, 1,5 yil boqasizmi? Bularning hammasi vaqt jihatidan risklari ham ko'p. Va tom orqada siz suvdan foydalanganingizdan keyin agar sizni atrofingizda birorta daryo oqib o'tgan bo'lsa, buni o'zini suvni burib, yana qayta daryoni o'ziga tashlaydigan bo'lsangiz, bu bitta usul. Juda yaxshi usul, chunki suvga bo'lgan talab baliq uchun yuqori hisoblanadi va bu sizga imkoniyatlarni beradi. Lekin yer ostidan foydalanadigan bo'lsangiz, bu albatta elektr energiya
xarajatlari. Bu yer tagidagi suvni olib qatga chiqarasiz. Bu yer tagidagi suv ham biz uchun iste'mol manbayimizda, ya'ni bizning o'zimiz ichimlik suvimiz hisoblanadi. Buni keyin qatga sarflayapsiz chiqarayotganingizda. Bunga ham kelajakda qattiq e'tiborlar beriladi. Hozirdan buni kontroli olib borilyapti. Har bir qarorlar ishlab chiqarilyapti. Suvga bo'lgan talab ham juda zichlashishni boshlaydi, ya'ni qattiqlashishni boshlaydi. Chunki biz aynan shunaqa qiyin regiondamiz. Va iqlim globalizatsiya ham ketyapti, iqlim o'zgarishlari ketyapti. Havo isigan sari ya'ni parlanish ham yuqoriladi. Shunga hisobiga tanqislik ham suvda juda muhim bo'ladi. Dilshod akamning gapiga bir qo'shimcha qilsam yaxshi bo'lar edi. Men hozir juda yaxshi narsa bo'ldi. Tomorqa baliqchiligida aytishdan oldin bir yaxshi narsani aytmoqchi edim. Sizning xabaringiz bormi? Namanganda aynan shu yerosti suvlaridan foydalanish bo'yicha juda zo'r bir loyiha yo'lga qo'yildi. Men bundan xursand bo'ldim. Ya'ni samarali loyiha, effekti bor loyiha deb bilaman. Farel yo'nalishi bo'yicha mana Aziz akamiz Namanganda aynan shu bu yillar mobaynida bilasiz, mana vodiy regioni yerosti suvlari yaqin joylashgan region hisoblanadi. Bu yerda shundoq o'zi yerosti suvlari davlat tomonidan moliyalashtirib suvlar chiqarishga majburladi. Aynan shu suvlarga shu biz aytgan tomorqa baliqchiligini shu yerlarga qilindi. Aholilarga bo'lib berildi. Katta klasterga o'xshagan holatda ham qilinyapti. Bu to'g'risi tahsinga sazovor. Men to'g'risi xursand bo'ldim bu narsani. Bu haqiqatda zo'r. Bundan tashqari u yerda shunaqa strafovkalar olingan. Ya'ni to'k o'chib qolish masalalari bor. To'k o'chib qolsa bu yerda juda katta risk bor. Baliq nobud bo'lib qolish masalasida bu yerda uzluksiz to'k manbai kerak. U yerda bu xarajatlar o'zini oqlaydi. Endi tomorqa baliqchilik aynan xo'jaliklarda qilinayotgan tomorqa baliqchiliklarda men to'g'risi mana o'zimizda ozmoz tajriba bor. Men 10 yillik baliqchilik sohasida qo'rqaman. Aynan men o'zim tomorqada o'zim uchun qandaydir basen qilib, bir ikkita basenda qo'yib boqishdan qo'rqaman. Chunki men bilaman, menda uzluksiz to'k manbaida muammo bo'lib qolishi mumkin, qaysidir agregatim buzilib qolishi mumkin. Bu baliq uchun juda katta risk. Misol kislorod apparatim buzilib qolsa, men bu baliqni o'ldirib olishim hech gap emas. Shuning uchun men aytishim mumkin, 40 sotikli joyda 15 tonna hosil ola olaman. O'zim xo'jaligimizda 15 tonna hosil ola olamiz. Bu qiyinchilik tug'dirmaydi bizga. Risklari pastroq. To'k o'chib qoladimi, suv kelmay qoladimi? Bizda misol haftalab, sutkalab imkoniyatimiz bor. Ya'ni o'sha yerdagi riskni oldini olishga. Lekin aynan tomorqa baliqchiligida men ozgina juda katta mutaxassis bo'lish kerak bunga, o'zi asli. Uni shunchaki suvni berib qo'yib, boqib olish menimcha ancha mashaqqat tug'diradi. Lekin aynan mana shu yo'nalish kengaytirildi. Bu menimcha shu siyosatimizdan o'zi shunga targ'ib qilinyapti. Juda zo'r yechim bo'ldi. Men buni olqishlayman. Aynan shu vodiy viloyatlarida shundoq o'zi ham shundoq davlat pul sarflab chiqib turgan suvlarni to'g'ri yo'nalishga qo'yildi. Aynan shu yerda farelchilik yo'nalishi tatbiq qilindi. Bu juda zo'r o'ynaldi. Davlatga ham foydasi katta, tadbirkorlarga foydasi katta bo'ldi. Subsidiyalar berildi aynan, to'klardan ligotalar berildi. Bu zo'r. Tomorqa baliqchiligida meni fikrim ijobiy emas, to'g'risini aytaman. Bu juda katta mutaxassislik, mehnat, risk talab qiladi. Bozor o'rganish dedik, tan narxlarni o'rganish, kalkulyatsiya qilish dedik. Minimum qancha summadan boshlasa bo'ladi? Qiyin savol. Ham oson, ham qiyin savol desa ham bo'ladi. Ya'ni siz hammasi qancha daromad qilishingizga bog'liq-da. Ya'ni maslahat berayotganimizda, misol uchun, sizni qancha oyga foyda qilish xohlaysiz? Shuni hisobdan kelib chiqqan, menimcha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni aytaylik, osonroq bo'ladigan bo'lsa, oyiga 5 million daromad qilmoqchimisiz yoki oyiga 10 million daromad qilmoqchimisiz? Buni yilga ko'paytirib, ya'ni 100 million, 120 million aytaylik daromad qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak, o'sha 120 millionni foydasini olishingiz uchun qancha baliq demak sotishingiz kerak. Qaysi baliq sotishingiz kerak? Bu baliqni demak taxminiy tan narx kalkulyatsiyalari mavjud. O'sha balig'ingiz tan narxi qanchaga sizga tushib keladi, uni foydasi qancha bo'ladi, qancha miqdorda siz sota olasiz bu narsani. Hisoblab turib, sizni qoniqtiradimi shu narsa yoki yo'qmi degan ma'noda mo'ljallangan ma'qul. Lekin hozir mana ligotalar berilyapti, o'sha tomorqa baliqchiligi uchun yoki kichik intensiv havzalarni qilish uchun oldin 33 million edi, hozir 100 milliongacha kreditlar ajratilgan. Bu aynan start uchun
qilinayotgan xarajatlar. То есть demakki kalkulyatsiyadan kelib chiqqan holda qilinyapti. Odamlarni baliqchilikka jalb qilib, ozgina ularni o'rgatib va shu bilan birgalikda sohaga kirgizib olib, sohaga kirgizib va aynan sohaga qiziqish bildirib va bu sohani yana ham kengaytirish imkoniyatlari bo'lishi uchun. Albatta yuqorida aytganimizdek buni ustozlarsiz qilish juda qiyin. Chunki ya'ni 100 million bilan siz srazu ish boshlashingiz juda qiyin bo'ladi. Ya'ni chunki baliqlarni o'stirish etaplari ham mavjud. Yarim yilda boqasizmi yoki 1 yilda boqasizmi? Kalkulyatsiyalar qilingan, lekin risk joylari ham bor. Ya'ni o'sha aytaylik suv ostidagi toshlar deymiz. Shu joylari ham juda muhim hisoblanadi. Shularga e'tibor berish kerak. Shu uchun bu orqa tarafdan ketgan bo'ladi. Qancha foyda topish niyatingiz bor, qancha sizni qoniqtirgan bo'lardi boshlanish etapida. Misol uchun aytaylik yoki 1 million, 2 million, 3 million bilan oyiga qoniqadigan bo'lsangiz, bu bitta masala. Agar siz yo'q, bu qoniqtirmaydi, menga 10 million daromad bo'lish kerak, 15 million oyiga daromad bo'lish kerak degan bo'lsangiz, demak, buni o'sha kalkulyatsiyasini yildan kelib chiqqan holda baliqingizni o'sish tempi va albatta bu narsa keyin qaysi sharoitdasiz, qaysi iqlim sharoitdasiz, qaysi baliq turi sizga to'g'ri keladi. Issiq suv baliqimi, sovuq suv baliqlari to'g'ri keladi. Albatta bular hammasi o'sha mutaxassis bilan birgalikda kalkulyatsiya qilingan juda muhim hisoblanadi. Deylik, hozir mana mutaxassislik qilgan-ku, shuni bir konkretlashtirib olsak-da, minimal summa xarajat necha pulga borib taqaladi? Masalan, oddiy farel baliqni yetishtirish uchun oqar suv kerak bo'ladi. Oqar suv manbasi bor masalan. Ma'lum bir aholi regionlarida oqadigan suv bor, unga basseyn qilish qanchaga tushadi? Basseynning eng kichkinasi masalan 5 ga 10. To'g'rimi? 5 ga 10 o'sha suvni burib olib kirib chiqib ketyapti. Basseynga masalan yer hovuzi bo'lishi mumkin. Ekskavatorda qazib qo'yilgan, lekin bu farelga unchalik to'g'ri kelavermaydi. Beton bo'lgani yaxshi yoki geomembrana. Unga xarajat ketadi. Masalan, basseynga 5 ga 10 basseyn qilish uchun sement narxidan kelib chiqamiz. Uni o'rtacha bir 50 millionga aylantirsa bo'lsa kerak. Ekskavator kovlashi, ishchilarni ishlatishi, beton quyilishi, balka qilinishlari, ochilib yopiladigan, chiqib ketgan hovuzlar qilinishi 50 million emas, minimal olamiz. Bu yerda ham bir 30 millioniga olaylik. Endi baliq olib kelib tushirilishi. Masalan, bitta o'sha 5 ga 10 basseyndan kubometriga minimal 30 kilodan hisoblaganda ham где-то bir 10 mingta baliq, bir 20 kilo hisoblardim boshlanishiga. Boshlanishiga 20 kilo boshlovchilar uchun. 20 kilodan 10 mingta baliq ketadi menimcha. 10 mingta baliq degani bu 1 kilodan qiladigan bo'lsa 10 tonna baliq. 20 kub haqida gapiryapmizmi? 20 kub 20 kilo bo'ladigan bo'lsa, endi chuqurligini 1 metr deb olamiz, to'g'rimi? Chuqurligini 1 metr deb olamiz. Demak, bu 50 kub suv. 20 kilo kubiga bizada 1000 kilo, ya'ni 1 tonna baliq agar 1 kilolik bo'lsa. Demak, biz 1000 donadan boshlaymiz degani. Ya'ni 1 tonna baliq, 1 tonna balig'imizni yetishtiramiz degani. 5 ga 10 da 1 tonna baliq. 1 tonna baliq 20 kilo kubiga endi o'ta risklari yuqori emas, shu o'rtacha mezonda. Bunga albatta kislorodga e'tibor berib, doimiy kislorodimiz, suvimizni miqdori agar doimiy yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa, ko'tarsak bo'ladi 25 kilo, 30 kilo. Lekin o'sha normaga agar 1 tonna deb oladigan bo'lsak, 1 kilolik balig'imiz hozir bozorda optimga 80 ming, 85 ming so'm sotilyapti. 90 ming, 100 minggacha ham bor, lekin eng minimal qilib hisoblaydigan bo'lsak ham 80 ming so'm sotilyapti. Endi balig'imizni tan narxidan kelib chiqadigan bo'lsak, bizning sovuq suv baliq haqida gap ketyapti. Yemimizga bo'lgan talabimiz bor. Yemimiz taxminan baliqni tan narxini taxminan 70%, 65-70%, qaysi joyda 80% tan narxini egallaydi. 70% o'rtacha oladigan bo'lsak, bu 35 minglarga aylanadi. 32 ming, 35 minglarga aylanadi. Va qolgan xarajatlarimiz chovoq uchun, ishchi kuchi uchun, suv agar elektr energiya orqali bo'ladigan bo'lsa yoki suvga baribir qanaqadir soliqlar to'lanadigan bo'lsa, bularni hammasi yoki ish jarayoni paytida, ya'ni inventarlarga yoki hovuzlarni obslujivanyasiga qilinadigan xarajatlarimiz bu 30% ni tashkillashtiradigan bo'lsa, taxminan bir 45 ming, 50 minglarga borib qoladi. Balig'imizning tan narxi 50 ming deb oladigan bo'lsak, 80 ming orasida mana 30 ming bizning foydamiz bor ekan. Ya'ni endi 1 tonnadan demak 30 million bo'ladimi?
30 million foydamiz. Endi qancha vaqt ichida bu narsani qilyapmiz degan savol ham bor. Qancha muddatda qoplab ola olamiz? Qancha muddatda o'sha balig'imizni yetishtira olamiz? Eng osoni, ya'ni 10 grammlik chovoq tashladik deydik. O'sha 1 kilo bo'lgunicha suvimizni harorati stabil deb olyapmiz hozircha. Shu uchun 8 oy, 9 oyda olish ehtimolimiz bor. Demak, 9 oyda 30 million bu 1 kilolik bo'lish uchun. 1 kilolik bo'lish uchun. Ya, 1 kilolik bo'lish uchun. Deyarli 1 yil ekanda. 1 yilda 1,5 kiloga. 1 yilda 1,5 kiloga chiqadi. 1,5 kilo. Ya'ni bu narsa уже 45 million degani. Shuni hisobidan chunki 1,5 kilo yana 50% ustiga qo'shimcha bo'ladi. Bu yana ko'zda tutilmagan xarajatlar bor. Ularni hisobidan grubiy qaraganda bir 25 ming toza foyda bor ekan. Soliqlar bor. Soliqlar. Albatta biz hozir faqat daromadni hisoblayapmiz, sof foydani emas. Ya'ni undan chiqadigan naloglarimiz bor. Sotish uchun qilinadigan xarajatlar bor, ya'ni transportirovka bo'lishi mumkin. Переговор olib borilishi kerak, ya'ni restoran, kafe, kimga bu baliqni sotamiz 1 kilo. 1 kilolik o'zi bozorda talabgirmi, talabgir emasmi? To есть bu narsalar ham bor. Lekin umumiy tushuncha bo'lishi uchun chuqur yondashib analiz qidirdilar. aniq sifralar bilan gap ketyapti. Menimcha manfaatli bo'ladi.